Paxtakor tumanida ko'p kvartirali uy-joy fondlarida aniqlangan noqonuniy qurilish o'zgarishlari yuzasidan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, tizimli nazorat rejalari asosida tumanning Bog'i Shamol mahallasida joylashgan ko'p kvartirali uy-joylarda navbatdagi o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganish jarayonida ayrim xonadon egalari tomonidan bino konstruksiyasiga o'zboshimchalik bilan o'zgartirish kiritish holatlari aniqlangan. Xususan, qo'shimcha eshik ochish, yuk ko'taruvchi devor va boshqa konstruktiv elementlarga aralashish holatlari qayd etildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu kabi o'zgarishlar amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga zid bo'lib, ko'p qavatli uylarning texnik mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi hamda aholining xavfsizligiga xavf tug'dirishi mumkin. Aniqlangan qonunbuzilishlar yuzasidan mas'ul xodimlar tomonidan xonadon egalariga noqonuniy qurilmalarni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berildi va aniq muddatlar belgilandi. Hozirda belgilangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etilishi, shuningdek ko'p kvartirali uy-joy fondlarini texnik holatini barqaror saqlash ishlari inspeksiya mutaxassislari tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Hozirgi kunda Jizzax viloyati Paxtakor tumani Bog'i Shamol mahalla yig'ini hududidagi ko'p kvartirali uy-joy fondlarida yashovchi mulkdorlar tomonidan uy-joy fondining texnik foydalanish qoidalari va normalariga rioya etilishi ustidan nazoratlar olib borilmoqda. Aniqlangan holatlar bo'yicha mulkdorlarga ixtiyoriy bartaraf etish bo'yicha majburiy ko'rsatmalar berildi. Dastlabki hozirgi jarayonlarimizda berilgan muddat ichida mulkdorlar tomonidan aynan tutosh hududlarda noqonuniy qurilmalar qurilganlik, uy-joy fondining tashqi texnik jihatdan va tartibga solish normalariga rioya etilmagan holatda to'siq devorlarning olib tashlangan holatlar bartaraf etilayotgan jarayonlar olib borilmoqda. Nazorat tadbirlari belgilangan tartib reja asosida kunlik amalga oshirilib, hozirgi kunda mulkdorlar tomonidan bartaraf etilayotgan holatlar ro'yxatga olinib, rasmiylashtirib borilmoqda. Inspeksiya fuqarolarni ko'p qavatli uy-joylarda har qanday qayta rejalashtirish yoki konstruktiv o'zgarishlarni amalga oshirishdan avval belgilangan tartibda ruxsat olishga hamda amaldagi qurilish me'yorlariga qat'iy rioya etishga chaqiradi.